Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari, bizni kuzatib turgan kular, xudo xolasa keyingi navbatdagi ishlarimiz mana o'zimizni Andijon viloyati Buloqboshi tumani o'zimizni mahallaga o'rnatib oldik. Sizlardan so'ralgan bir dona like, shunaqa eshitdim degan kularga podpisani bosib, podpiska bosib, qo'llab-quvvatlab tursa degan bitamiz. Sizlarga bir qator eshitlarni kuzatib o'tamiz. Xo'p, bu yerga mana ikkita eshik, ikkita rom qilib berdik. Razmerlari xudo xolasa bu eshiklarning razmeri 90 ga 210. Hop, bunisi 110 ga 210 razmerda. Bez pramova. Holatlarni men bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu romlarimiz hop 110 ga 130-35 atrofida. Hafta kuniga dushanba 20-iyul 2026-yil. Kanalimizda yangi mehmon bo'lib kuzatib turgan akalar bo'lsa, bemalol podpiskani bosib, like'larni bosib, shunaqa yog'och eshikrom degan akalarga podpiska qilib qo'ysalaring, xudo xolasa kimga shunaqa yog'och eshikrom kerak bo'lsa, qo'ldan kelgancha sifatli qilib berishga harakat qilamiz. Chiroyli qilib vodiy bo'ylab dastavka ustunovkamiz bor, Voha tomonlarga kelishilgan holatda. Keling, tog'a. Eshiklarni ko'rib oldingiz-a? Bu eshiklarimizni o'lchaganimizga kuzda o'lchovdingmi, qishda o'lchovdingmi, tog'a? Qishda o'lchagan. Narxlari o'zgarmadi? Yo'q. Zakrat bergansiz, ana shu narxda qilib berdik. Hozir misol eshiklarimiz to'g'ri ko'tarilib ketgan. Biz dogovordan narxga qilib berdik. Qishda boshida kelib o'lchagansizlar. Mana. Dekabrdan keyin. Dekabr, ha. Devorlardan to'g'ri. Endi devorlarimiz haligi eshiklar o'rnatadigan darajada yaxshi emas edi, shuni hisobiga. Fevralda shu kunisiga shu otib qo'ysanglar, olib kelib qilib beramiz deb aytgan edinglar, keyin men shoshilmasdan qilinglar dedim. Mana hozir yaxshi ishlarga ochilib yopishlarini ko'rib oling, tog'a mana. Chiroyli mana eshiklar. Mana 2 qavatli eshik. Chiroyli. Mana rezinkalarni qo'yib berganmiz. Zamovlarimiz xudo xolasa toza zamok. Komplekt qilib olib kelishdi mana. Romni ham, bu eshikni ham. Mana romlarimiz bitta ko'z ochiladi akalar. Ha, bitta ko'z ochiladi, haligi ruchkalari ankor ruchkadan ekan. Xola, yoqdimi? Buramasdan yopaverasizlar ekan eshikni. Ha, ruchkani bosmasdan yopavering. Ashula yopib, Ha, ilindi. yopiladi mana. Qarabsiz, mana qo'yib mana. Mana. Musofirda yurgan akalar, hammanglarga ishlaringlarga omad. Kimga shunaqa eshikrom kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Xudo xolasa telefon nomerlarimiz 24 ga 7 yoniq. Telegram, WhatsApp, imo orqali ham bemalol aloqa chiqsanglar, xudo xolasa qachon bo'lsa kelishib, chiroyli qilib, kelishilgan holatda qilib beramiz. Ularni ishi tekis. Chiroyli qilib qilishgan ona, oshiq mashhurlari ham 3 ta. 3 ta ekan, ha, mana. Bir xilgisi 2 ta qo'yadi. To'g'ri. Bular 3 ta qo'yapgan mana. Mana. Ko'rishinglar mumkin mana. Ko'zlari ham xudo xolasa tog'a. Chiroyli. Hamma yog'i yaxshi. Obunachilar, buni men maqtamayapman. Uy egasi maqtayapti. Borini gapirasiz, tog'a, to'g'rimi? Ha, albatta. Like'larni ayamasdan, xudo xolasa podpiskani bosib, shunaqa yog'och eshikrom degan akalarga podpiska qilib qo'ysalar, qo'ldan kelgancha sifatli qilib berishga harakat qilamiz. Telefon nomerlarimizni ekran ostiga qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib zakaz berishingiz mumkin. Hammanglarga e'tiborlar uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa bundan da chiroyli eshiklarimizni yana ham qo'yib borishga harakat qilamiz.